هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Mulk tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mulk suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Mulk Mekke'de nazil bolgan 30 ayet. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Mulk'ның fazileti toğrusida İmam Ahmed Ebu Hureyre'den Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini rivayet kılıdı. Şek şübhisiz ki Kur'an'da 30 ayetlik bir sure bulup, o sure onu okugan adamga onun günahları mağfiret kılınğanğı kadar Rabbidin şefaat tileydi. O sure bütün asman ziminning padişahlığı ilkidi bolgan Allah'ның berkiti büyüktür degen suredir. Bu hadisni İmam Abu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace qatarlıqlarmu rivayet qilgan. İmam Tabarani ve Ziyah Maqdisi Enes'ten Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini rivayet qiladi. Kur'an'da bir sure bulup, onu okugan adamның paydası üçün Rabbi bilen munazirleşip, ahiri onu cennetke ilip kirdi. O sure bütün asman ziminning padişahlığı ilkidi bolgan Allah'ның berkiti büyüktür degen suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve nihayet mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Bütün asman ziminning padişahlığı ilkidi bolgan Allah'ның berkiti büyüktür. Allah her nersige qadirdir. Sizlerden qaysinglarning ameli en yaxshi ekanligini sınaş üçün Allah ölümni ve teriklikni yaratdı. Allah g'olibdir. Tövbe qilg'uchini nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehriban Allah'ның yaratışida hiç nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga tekrar qarab baqqinki, birer yuchuqni ko'ramsan. Ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda birer nuqsonni tepishdan umid uzgan ve talgan halda qaytidi. Bizge barliq osmonlardan en yaqin osmonni chiroyliq, yani yoruq yulduzlar bilen bezidik ve ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tingshashga uringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Yani şeytanlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etildi. Şeytanlarga oxiratda davzax azobini tayyorladik. Allah'ni ulug'lash, Allah'ның ölüm bilen hayatlıqni, osmonlar bilen yulduzlarni yaratganligini bayon qilish to'g'risida. Allah Teala bu ayette özünün büyük zatını ulug'laydi ve özünün bütün məxluqatlarını özü xalığancha idare qiladiganligini, özünün chiqargan hükmidin hiç kim hesap alalmaydiganligini, Allah bütün işlerini hikmet ve adalet bilen qiladiganligini, Allah Teala barliq narsaga hükümranlık qiladiganligi uchun hiç kim Allah özünün qilgan ishlaridan savol so'roq qilolmaydiganligini xabar qildi. Şuna
Allah Taala mundaq deydi. Allah her narsaga qodirdir. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ölümni ve teriklikni yaratdi. Ölüm vücudga chiqaradigan narsadir. Chunki u yaratiladi degan qarashdagi o'limalar bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi. Bu oyatning ma'nosi insonlardan qaysisining amalining eng yaxshi ekanligini sinash uchun Allah ularni yo'q yerdan vücudga chiqardi deganlikdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan. Allahni qandaqmi inkor qilsizlarki, jonsiz edinglar, Allah sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abimani edinglar. Bu oyatda ilgariki yo'qlik holat, ölüm, keyinki vücudga chiqariladigan holat jonliq deb ataldi. Shunga Allah Taala mundaq deydi. Allah sizlarga hayotlik berdi. Ondan sizlarning jininglarni oladi. Ondan sizlarni terildirdi. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Muhammad ibn Ajalan aytgandek, Allah Taala bu oyatda sizlardan qaysinglarning amalining eng yaxshi ekanligini dedi. Sizlardan qaysinglarning amali eng ko'p ekanligini demedi. Bu amalning az bo'lsa-mu yaxshi bo'lishini talab qildi. Bu amalning az bo'lsa-mu yaxshi bo'lishini talab qildi. Allah g'olibdir. Tavba qilguvchini nihoyat mag'firat qilguvchidir. Ya'ni Allah nihoyat kuchlidir, nihoyat kattadir, g'olibdir. Shundaq turuqliq o'ziga osiylik qilgan, buyruqqa xiloflik qilgan kishilar tavba qilib Allah tarafga qaytsa, ularga nihoyat mag'firat qilguvchidir. Allah yuksak va g'olib bo'lgan taqdirdami, tavba qilgan bandalarining gunohlarini mag'firat qiladi. Ularga marhamat qiladi. Gunohlarini kechirdi va afu qiladi. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Bu oyat haqida osmonlar bir-biriga tutashtirilib, ba'zisining ustiga qo'yilib yaratildimi yoki osmonlarning orasida bir-birini ayirib turadigan bo'shliq bormi degan masalada ikki xil qarash bor. Uning ichida ikkinchi xil qarash to'g'ridir. Buning to'g'riligini Isro voqealigi bayon qilingan hadisning mazmuni aniq ko'rsatib beradi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Ya'ni Allah osmonlarni hayvat bilan qad ko'tarib turadigan qilib yaratdi. Uning yaratilishida ne qarama-qarshilik, ne ixtilof, ne qamlashmaslik, ne bir-biriga zidlik, ne nuqson, ayib, ne yo'chiq yo'qdir. Shunga Allah Taala mundaq deydi. Sen osmonlarga takror qarab baqqinki, birer yo'chiqni ko'ramsan. Ya'ni osmonlarga qarab o'ylanginki, uningda birer ayib yoki birer nuqson va yoki birer yo'chiq ko'ra olamsan. Ondan sen yana 2 qitim qarag'in. Ko'zing osmonlarda birer nuqsonni tepishdan umid uzgan va talgan holda qaytidi. Ya'ni sen osmonlarga qanchilgan qitim takror qaragan taqdirdami, ko'zing birer ayib yoki birer nuqson va yoki birer yo'chiq tepishdan umid uzgan, to'liq qarg'anlikdan talgan holda qaytidi. Allah Taala o'zining yaratishida hech nuqsonning yo'qligini bayon qilgandan keyin uning mukammal va chiroyli yaratilganligini bayon qilib mundaq deydi. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'riq yulduzlar bilan bezidik. Ya'ni osmon nurg'un va harakat qilib turadigan yulduzlar bilan bezaldi. Va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tingshashga uringan shaytonlarni otadigan nas qildik. Ya'ni shaytonlar
yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etildi. Ya'ni shaytonlar yulduzlarning o'zi bilan etilmasdan, balki uningdan chiqqan sho'li bilan etildi. Ba'zida uningdan chiqqan sho'la nihoyat yiroq yergacha so'ziladi. Şeytanlarga ahiretde devzak azabını tayyorladik. Ya'ni şeytanlarga dünyada en şundaq xarlıqni bekitdik. Ahiretlikiga devzak azabını tayyorladik. Allah Teala bu vaqtda Sure Saffatning 5'ida mundaq degan: Sep-sep bo'lib turgan, düşmanlarga qarshi ot silib turgan, Allohdan madad tilab, kalamullohni tilovat qilib turgan g'azat qilg'uchi qo'shin bilan qasamki, sizlarning ilahinglar shak shubhisiz bir ilahdir. U osmonlarning, zaminning, ularning orasidagi narsalarning va mashriqlarning Rabbidir. Biz haqiqatan yaqin osmonni yulduzlar nuri bilan zinnatladik. İbn Jarir va İbn Abu Hatem Qatadaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo bu yulduzlarni faqat 3 xislat uchun, ya'ni birinchidan osmonning zinnatlanishi, ikkinchidan farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha tinglashga uringan shaytonlarning etilishi, uchinchidan insonlarning kechasi quruqliqda va dengizlarda yo'l yurganda yulduzlar qarab yo'l tepishi uchun yaratdi. Kimiki yulduzlar to'g'risida buningdan boshqa ma'no bersa, u o'z xohishi bo'yicha so'zlagan, cho'ng xatolashgan va bilmaydigan narsani so'zlayman deb avori bo'lgan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Rabbini inkor qilganlarmu devzaq azobiga duchor bo'ladi. Devzaq nima degan yomon joy? Ular devzaqqa tashlangan chaqda qaynab turgan devzaqning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. Devzaq g'azabdan parchilanib ketishga tos qoladi. Devzaqqa har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda devzaqqa muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qildik. Hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unliqda dedik deydi. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatoridan bo'lmas edik deydi. Ular gunohini taniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Jahannam va uningga kiradiganlarning sifatlari to'g'risida. Rabbini inkor qilganlarmu do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ya'ni ularga do'zax azobini tayyorladik. Do'zax nima degan yomon joy? Ular do'zaxga tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. Savri bu oyat haqida mundaq deydi: Do'zax ularni xuddi nihoyat ko'p suvga tashlangan azroq donning poruqlab qaynag'inidek poruqiltib qaynatadi. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tos qoladi. Ya'ni do'zaxga tashlanganlarga qattiq g'azablanganlikdan yerilib parcha-parcha bo'lib ketishga tos qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. Ular undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan, biz uni inkor qildik. Hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unliqda dedik deydi. Alloh taolo bu oyatda o'zining insonlarga bo'lgan adolatining yuzidan,
hech odamni dalil pok turg'izmay va payg'ambar avatmay turib azobga duchor qilmaydiganligini bayon qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: payg'ambar avatmay turib hech odamni jazolaganimiz yo'q. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ochiladi. Jahannamni boshqaruvchi farishtalar ularga aranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini o'qib berdigan, bugungi uchrashishning borlig'ini ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundaq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishli bo'ldi deydi. Kafirlar o'zlariga mana mushundaq malomat qiladi va pushaymon foyda bermaydigan bir vaqtda pushaymon qilib mundaq deydi: agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatoridan bo'lmas edik. Ya'ni agar biz aqlimizni ishlatgan yoki Alloh tarafidan kelgan haqiqatni anglagan bo'lsak, biz Alloh taologa kafir bo'lmagan va kufrlik bilan mag'rurlanmagan bo'lardik. Lekin biz payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatlarni tushuna olmabdimiz. Bizning aqllarimiz bizni payg'ambarlarga ergishishga yetkazmabdi. Ular gunohini toniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. İmam Ahmed Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi: insonlar halokatga o'zlari mangmisilar hargiz halok bo'lmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Rabbidan ko'may turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. Sizlar sözünlarını məxfi qılınlar yoki oshkor qılınlar, Allah hamon uni bilib turdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilgichidir. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi? U shaylarning nozik taraflarini bilgichidir. Hammadan to'liq xabardordir. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allah'ның bergen rızkıdın yanla. Sizler terilgendin keyin Allah'ның dergahıga qaytırlısılar. Rabbidin kişiler kömeydiğen vaqtda qo'rqqan odamning mukofot to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda Rabbining oldida turib hisob berishdan qo'rqib, kişiler kömeydiğen vaqtlarda günahlardan özünü tatqan. Allah Teala'dan başka hiç adam kömeydiğen çağlarda taat ibadet bilen şoğullanan adamның mağfiret ve katta savabqa erişidiğanlıqıdan xabar berib mundaq deydi: mağfiretke ve katta savabqa erişidi. Yani Allah onun günahlarını keçirdi ve katta savab bilen mukafotlaydi. Bu vaqtda İmam Buxoriy va Muslim Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: 7 turlik odam bo'lib, Allohning soyasidan boshqa hech soy yo'q kunda Alloh taolo ularga arshning soyasidan soy berdi. Ularning biri martabalik va chiroyli bir ayol o'zi bilan birga bo'lishga chaqirganda, "Men haqiqatan Allohdan qo'rqaman" degan odamdir. Yana biri Allah yo'lida o'ng qo'lida bergan sadaqasini sol qo'li bilmagidek darajada maxfiy sadaq qilgan odamdir. Alloh taolo o'zining dillardagi yo'shirin sirlardan tatib hamma narsani biladiganligini insonlarning sevimiga silib mundaq deydi: sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar, Allah hamon uni bilib turdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilgichidir.
Ya'ni Alloh taolo dillarga kechgan sirlardan tatib bilib turdi. Mahluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shaylarning nozik taraflarini bilgichidir. Hammadan to'liq xabardardir. Alloh taoloning zaminni bandalariga bo'ysundirib berganligidan iborat ne'mati to'g'risida. Alloh taolo insonlarga zaminni bo'ysundirib berganligini, zaminni tinch qit'ala qilib bergan yaratganligini, zaminning tavrab ketmaslik uchun uningda tog'larni yaratganligini, uningda buloqlarni barpo qilganligini, yo'llarni, terilg'i yerlarni, meyvelik bog'larni va uningdan boshqa manfaatlanadigan har turli narsalarni yaratganligini bayon qilib mundaq deydi. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Ya'ni zaminning qayeriga safar qilishni xohlasanglar, shu yerga safar qilinglar. Turli hunar kasblar va tijoratlar uchun uning har qaysi joylariga berib kelib turinglar. Bilinglarki, sizlarning tirishchanliginglar sizlarni faqat Allah sizlarga oson qilib bergan narsalarga erishtirdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Allah'ның bergen rizqidan yenglar. Sizlar terilgandan keyin Allah'ның dergahıga qaytırılısılar. Savabını qo'lga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatish, Allohga tavakkul qilish bilan zid kelib qolmaydi. Bu haqda İmam Ahmad Ömer ibn Hattobdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar sizlar Allohga haqiqiy ravishda tavakkul qilsanglar, Allah sizlarga xuddi aytganda usidan och qo'rsoq chiqib ketib, kashda qo'rsiqini to'ydirib qaytgan qushqa rizq bergandek albatta rizq berdi. Bu hadisni İmam Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh. Bu hadisdan qushlarningmi Alloh taolaga tavakkul qilgan holda rizq talab qilib, aytganda chiqib, kashda qaytib keladiganligini ko'rsatildi. Allah hamma narsani insonlarning manfaati uchun bo'ysundirib bergichidir. Hamma ishlarni oson qilib bergichidir va har qanday ishning sabablarini hozirlab bergichidir. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar terilgandan keyin Allohning dargohiga qaytirilisizlar. Ya'ni qiyomat kuni insonlarning borar joyi Allohning dargohidir. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Mulk tafsiridan 15. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.